Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Chingiz Aytmatov. Jamila. Qirg'izcha va ruschadan Asl Rashidov tarjimalari. Yangi asr avlodi nashriyoti. Jamila, Alvido Gulsari, Somon yo'li hamda Bo'tako'z qissalaridan tarkib topgan mazkur kitob Chingiz Aytmatov asarlari turkumida chop etilmoqda. Jamila katta oilaga tushgan yangi kelinchak, ammo visol uzoq davom etmaydi. Urush yosh oilaga nafaqat hijron va ayriliq, balki parokandalik olib keladi. Balki turmush o'rtog'ini frontga jo'natgan kelinlar erkaklar mehnatini zimmasiga olib dalaga chiqadi. Go'zalligiyu chaqqonligi sabab qaynonasi uni begona ko'zlardan asrash uchun yoniga qo'riqchi qo'yadi. Frontdan nogiron bo'lib qaytgan odamovi Doniyor nimasi bilan Jamilaning sevgisini qozondi. Qaynisi sevimli yangasini akasi tirikligidayoq begona bilan ketishiga nega yo'l qo'ydi? Yo'qsil Doniyor bilan ketib afsus bilan qaytishini kutgan ovul Jamila qismatida nimalarga guvoh bo'ldi? Chingiz Aytmatovning nafaqat ushbu asari, balki Tannaboy va Gulsari, Yer va To'lg'anoy, Abu Bakr va Kamol obrazlari gavdalangan keyingi qissalarda ham qahramonlar o'rtasidagi umumiylik va ziddiyatlardan o'quvchi faqat ijobiy natija kutadi. Asar yakunida esa kutilmagan nihoya yuz ochadi.